berildi. Sizlarni to'plashimizdan maqsad aholini tadbirkorlikka jalb qilish maqsadida bank tarafdorlarimiz bor. Shularni targ'ibot qilish maqsadida sizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish va qishloqlardagi aholini tadbirkorlikka yo'naltirishni rejalashtirilgan. Shulardan biz hozir bank tarafdorlarimizdan o'zimizni resurs hisobidan 25% kredit ajratilgan resursi bor. Bu mahallaviy loyihalarga 50 millionga teriladi. 5 yil muddatga ayol tadbirkor tashabbus bilan bizga birinchi qadam loyihamizda u 17 million muddat 17 million miqdorda beriladi. Ham 25%, ayollarga 23%. Muddati 48 oy. 50 millionga kabul asosida beriladi. Oladigan fuqaro 2 oy davomida shaxsiy yozilmagan bo'lsa, 2 oy davomida fuqaroga beriladi. Ish bilan ta'minlash maqsadida. O'zini o'zi band qiladi. Bu ham 150